Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, boylik matoni ko'pligi bilan bo'lmaydi, balki boylik nafsi to'qligi bilan. Nafs ko'z to'q bo'ladigan bo'lsa, shu yutug'imiz shu. Ana iftorlik vaqtlarida e'tibor beraylik. Hozir shu dasturxondagi hamma narsani yeb qo'ysam kerak. Bekor ko'p odam yetib qo'yishibdi-da, bu ovqatlarni o'zini dasturxondagi narsa menga yetmaydigan bo'lib turibdi-yu, deb hali og'iz ochmasdan turib, sekin dasturxonga ko'z yugurtirib, qaysi narsalarga hujum qilishligini darrov ko'zini oldiga keltirib qo'yadi. Xo'sh, men buni yesam, keyin buni yeyman deb tayyor turadi. Shu yerda mana nafsda, nafs hamma narsani hozir yeb qo'yaman deydi, lekin azgicha bir somsa bersa, boshqa qilsa shomni o'qib kelguncha bo'ldi, qoni darrov to'ygan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytibdilar, boylik bu pulni, matoni ko'pligida emas, balkim boylik nafsi to'qligida. Pul yaxshi narsa, hammaga kerak bu pul. Lekin o'sha pulni qayerdan kelyapti deb cho'ntagimizga solishligimiz, e'tiborli bo'lishligimiz haqiqiy bizni kimligimizni bildirib qo'yadi.